Allohga sodiq bo'lsang, u ham senga sodiq bo'ladi. Sahobalarning birortasi u Arobiyni tanimasdi. Sahrodan kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga hijrat va jihad uchun bay'at qildi. So'ngra bir g'azot bo'ldi. U ham boshqa musulmonlar kabi dinning himoyasi uchun otlandi. Ushbu g'azotda Alloh musulmonlarga nusrat berdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'ljalarni taqsimladilar. Arobiyga ham nasibasini ajratib qo'ydilar. U kelgach kishilar unga o'ljani berib, "Buni senga Rasululloh qoldirdilar" deyishdi. U o'ljalarni olib to'g'ri Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordi va "Ey Allohning rasuli, bu nima?" deb so'radi. "Bu sening o'ljadagi ulushing." U "Ammo men sizga buning uchun bay'at qilmagandim. Men mana bu yerimdan o'q yeb shahid bo'lib, jannatga kirish uchun bay'at qilgan edim" deb tomog'ini ko'rsatdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga dedilar: "Agar Allohga sodiq bo'lsang, u ham senga sodiq bo'ladi." Keyingi g'azotda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga uning jasadini ko'tarib olib kelishdi. O'q o'zi ko'rsatganidek tomog'iga qadalganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Bu o'shami?" dedilar. "Ha, o'sha" deyishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "U Allohga sodiq bo'ldi. Alloh ham unga sodiq bo'ldi." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni o'zlarining choponlariga o'rab kafalladilar. Unga janoza o'qidilar. Rasululloh alayhissalomning o'sha kundagi duolari ichida "Allohim, bu bandang sening roziliging yo'lida hijrat qilib chiqdi, shahid etildi. Men bunga guvohman" degan duo ham bor edi. Agar Allohga sodiq bo'lsang, Alloh ham senga sodiq bo'ladi. Shu gap ustida to'xtalamiz. Bomdod namozini doim masjidda o'qish haqidagi niyatingizni qanchalar mustahkam qilsangiz mayli, Qur'onni yodlash haqidagi orzularingizni ham gapiravering. Agar boy bo'lsangiz, sadaqa qilishdagi himmatingiz haqida xohlagancha gapiring mayli. Ammo shuni bilingki, insonlar sizning zohiringizga qarab hukm chiqarishadi. Faqat Alloh taologina sizni ichki tomoningizni-da ko'radi. U sizni go'zal xitoblaringizsiz, balog'atingizsiz, jarangdor bayonotlaringizsiz ham qalbingizga qarayveradi. U sizga qalbingizdagi narsaga qarab ajr ato qiladi. Alloh taolo inson agar bir yaxshi amalni astoydil niyat qilsa-yu, uni bajara olmasa ham niyati xolisligi uchun unga o'sha amalning ajrini beraveradi. Chunki u inson qodir bo'lganida o'sha amalni albatta qilgan bo'lardi. Ammo inson qilayotgan amalining ortida riyo yoki shuhrat qozonish bo'lsa, Alloh u toatni qabul qilmaydi. Ibn Salul masjidda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ortlarida namoz o'qirdi. Ammo u do'zaxning eng chuqur joyidadir. U solih insonlarning amalini qilardi. Lekin qalbida kasali bor edi. Insonning insonligi qalbi bilandir. Manbalarda keladi, Musa alayhissalomning davrlarida qahatchilik va ocharchilik bo'ldi. Odamlarning qo'ylarini boqib yuradigan bir cho'pon insonlarga rahmi kelganidan toqqa qarab dedi: "Allohim, agar mana shu tog' oltin bo'lganida, men uni bandalaringga sadaqa qilardim." Alloh taolo Musa alayhissalomga vahiy qilib dedi: "Ey Musa, o'sha bandamga ayt, men uning sadaqasini qabul qildim." Doimo yodingizda tursin, Alloh taolo bizga faqatgina tepadan emas, balki ichimizdan ham nazar soladi. Bizga beriladigan narsa niyatimizga qarab beriladi.